Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 1-aprel Urganch Dehqon bozor dollar kursi bilan Bank ikkisini kuzatib o'tamiz. Keyin Hamkorbankni aytib o'tib ketaman. Hamkorbank pasaytirgan dollarni ekan. 1214 bilan, rubl 142, euro 1300 olar ekanlar. Shunda 100 euro emas. Endi bozorni o'rganamiz, bozordagi holatlarni ko'rib, siz aytaman, Hamkorbankda lekin hozir 1 million 209 o'tiribdi hozirgi kunda. Xullas, hamilamiz videosini qo'yib beraman. Kimni uyina usta kerak bo'lsa, fasad ishlarini cho'tga etib taxlab beradi shu ustalar. Shuni videosini ko'ringlar, ekranda telefon nomerlari chiqadi shu videoda. Yurtdoshlar, biz bir ajoyib xonadonga keldik. Hozirgi kunda yana Travitin degan xizmatlardan moda chiqib ketdi. Ya'ni kundan kuna har xil modasi bor bularning. 15 kunda bitirdik bu xonadonimizni. Necha kvadrat bir? 400 kvadrat bir. Ölçü kavim bular ya. Ölçmedi xudo xolasa 10 yil oldin garantiya beramiz aytgan ishlarimizni. Sizlar ham imoratlaringizni shuningdek fasad ishlarini qildiramodingizlar. Bemalol Otabekka murojaat qilaverasizlar. Nechik naqshdasa shu naqshdan o'tib beraverasizlar. Nechik vazn tutsa shuni ishlab beramiz. Mana 70 ming so'mdan ishladik. Kvadratini. Ha. Shilib olib kelsiz, toza suvga 50 ming so'mdan ishlaymiz buni. Uy egasi pulingni olib meni ovoratma deydigan bo'lsa, nechik bo'ladi unda? Unda 130 ming so'mdan ishlab beramiz. Lisensiya bilan ishlab olmaydi, qulay betni beradi. Bo'ldi. Endi bozorga keladigan bo'lsak, bozorimiz bugun gullab yashnab turibdi. Ko'rib quyosh ham chiqdi. Ajoyib bo'lib turibdi havo. Dehqonchilik mol bozorda. Xullas, 100 dollarni hojaga 1 million 210 dan 12 dan olib turibdilar. Tashadi, dollar tushadi yana. Shuning uchun qaraysizlar ham bana. Telegram kanalimizga kirsangizlar, kunda o'zgarganga siras tashimiz o'zgardimi, chiqdimi, tushdimi, xullas yangiliklar birdan bilasizlar. Rubl 145 dan 147 mingga oldi. Bir dish yana ham tashadi rubl. Euro 1 million 350, Türk puli 1000 liramız 250 ming so'm, 1000 tangamiz 24,5 ming so'mdan o'tiribdi. Bugungi yangiliklar shuningdek. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishni davom qilinglar.